Beshinchi bob. Dunyo hoyi havasidan voz kechish. Zuhd ko'pchilik o'ylagandek dunyodan emas, balki unga muhabbat qo'yishdan saqlanib, ko'ngilda Allohdan boshqa narsalarga joy qoldirmaslikdir. Bu nafaqat dunyo boyliklarining o'zidan, balki uni qo'lga kiritishning har qanday yo'llardan chekinish lozimligini talab etadi. Zuhd jumladan insonni o'ziga uzoq umr ko'rish fikrini yo'latmasligi hamda ko'ngli-yu qo'lini dunyo rohatlaridan ozod etishini ifodalaydi. Ishq ko'ngilni fidoyilikka olib kelganidek, zohidlik odamni mol dunyoga nisbatan saxovatpeshalikka olib keladi. To inson bolasi quyidagi 3 xususiyatga erisha olmas ekan, haqiqiy zohidlik maqomiga yeta olmaydi. Birinchi, qalbni amalga taalluq etmaslikdir. Ya'ni banda o'zining ibodatlari va xayrli amallariga ishonib, suyanib qolmasligi kerak. Hamma narsada Allohgagina tavakkul qilib, faqat uning lutfu karamidangina umid qilmog'i lozim. Negaki inson o'zidan o'zi hech narsa yaratmaydi, balki Alloh taolo iroda etgan narsanigina bajaradi xolos. Ikkinchi, bu ta'masiz aytilgan so'z nasihatdir. Ya'ni insonning o'z so'zi tufayli o'zgalardan biror bir narsa ta'ma qilmasligidir. Uchinchisi, manmanlik, o'ziga bino qo'yishdan xoli bo'lgan ulug'likdir. Bu degani Alloh inson obro'yini qanchalik ko'targan bo'lmasin, o'zini doim boshqalardan pastroq, hurmatga noloyiqroq ko'rishdir. Odatda bu toifa kishilar boshqalarga hukmronlik qilish fikridan yiroq bo'ladilar hamda o'zlarini o'zgalardan baland hisoblamaydilar. Balki dunyoga muhabbat barcha ilohiy qonunlarda, shariatlarda qoralangandir. Chunki u har qanday gunoh va xatoning boshi va asosiy sababchisidir. Shuning uchun banda dunyo hoyu havaslardan voz kechib, jamiyatdagi yuqori darajalarga bo'lgan muhabbatni qalbidan qo'porib tashlashi zarur. Aslini olganda ham amal va shuhratparastlik illati dunyo boyligiga muhabbatdan-da yomonroqdir. Bu ikki sifat, amalparastlik va dunyoparastlik, insonni uning ashaddiy dushmani, kushandasi bo'lmish dunyo lazzatlari va farog'atiga eltadi. Dunyoning haqirligi zuhdni taqozo etadi. Haqqa yaqin bandalarning oldida dunyoning chin haqiqati ochilib bo'lgandir. Ular dunyoning qanchalar haqir va arzimas ekanligini yaxshi biladilar. Shuning uchun unga ahamiyat ham, e'tibor ham bermaydilar. Naql qilishadiki, bir gal Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu qabristonga kelib, uning ahliga yuzlangan holda dedilar: Assalomu alaykum ey qabr egalari. Sizga tinchlik, omonlik va Allohning rahmati bo'lsin. Siz o'z dunyongiz yangiliklaridan xabar berasizmi yo biz o'zimiznikidan aytaylikmi? Bunga javoban shunday ovoz eshitildi: Sizga ham tinchlik, omonlik va Allohning rahmati bo'lsin. Bizdan so'ng nimalar bo'lgani haqida avval siz gapirib bering. Shunda Hazrati Ali roziyallohu anhu davom etdilar: Mulkingiz taqsimlandi, xotinlaringiz erga tegib, bolalaringiz yetim bo'lib qolishdi. Mustahkam uylaringizga dushmanlaringiz kirib joylashib olishdi. Bizda shunaqa yangiliklar, sizda-chi? Yana o'sha ovoz javob qaytardi: Kafanlarimiz ado bo'ldi. Sochlarimiz to'kilib, badanlarimiz bo'laklarga bo'lindi. Ko'zlarimiz, burunlarimiz yonoqlarimizdan oqib tushib, chirib ketdi. Dunyoda ne qilgan bo'lsak, bu yerda o'shanga yarashasini topdik. O'zimizdan so'ng qoldirgan dunyolarimiz uchun esa hasratdamiz. Qilgan ishlarimizning tutqunlarimiz. Fuzayl ibn Iyoz deydilar: Bordi-yu menga butun dunyoni qiyomat kunida hisobini bermaslik sharti bilan taklif etishganlarida ham qabul qilmagan bo'lardim. Men uchun bu dunyo hatto yonidan o'tilganda ham kiyimni bulg'ab qo'yishi mumkin bo'lgan bir o'limtik kabi manfurdir. Ibrohim Adham go'sht narxi oshayotganini bilib, arzonlashtiring, ya'ni umuman sotib olmang, dedilar.
Shunday qilib, ahli tariqat quyidagi xulosaga keldilar. Kimki dunyoga muhabbat va havas ko'zi bilan boqsa, Alloh uning qalbidan zuhd va yaqin, ya'ni chin ishonch nurini tamomila olib qo'yadi. Abul Hasan Havoriydan dunyo lazzatiga ko'ngil bermaslik va undan qutulish haqida so'raganlarida, u zot shunday javob berdilar: Zuhd bu dunyoga tahqir ko'zi bilan qarash hamda undan batamom oxirgi haddigacha sharaf bilan voz kechishdir. Hurmatli janobimiz Qutbul Orifin Said Ahmad Husayn Al-Iqt an-Nafis kitobida yozadilar. Alloh Musa alayhissalomga dedi: Agar senga faqirlik yetgan bo'lsa, marhabo, xush kelibsan ey solihlar sifati deb kutib olgin. Agar dunyo kelganini ko'rsang, bu gunohlarim sababli shu dunyoning o'zidayoq yetgan balo deb hisoblagin. Hadisi sharifda marhamat etiladi. Sizlar qanoatli bo'linglar, chunki qanoat bitmas tuganmas boylikdir. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Imom Tabaroniy rivoyati. Solihlardan birlari debdilar: Qanoat mening fikrimcha, mabodo uchrab qolsa, yaxshi pishgan va yaxshi pishmagan arpa nonini farq qilmaslik hamda o'shanda ham namoziga quvvat bo'lgunchalik miqdorda tanovul qilish bilan kifoyalanishdir. Salafi solihin qazo bo'lgan bolasi uchun motam tutib yig'lab, qazo bo'lgan namozi yu umri uchun afsus chekib yig'lamagan insonni nodon, ahmoq deb bilgan ekanlar. Aslida bunday odam go'yo shunday deyayotgan kabi: Meni Allohimdan chalg'itgan narsa uchun yig'layapman. U aksincha bu holdan xursand bo'lib, batamom Allohga yuzlanish kerak edi. Chunki Parvardigor uni mashg'ul qilib turgan narsadan qutqarib, o'ziga yaqin bo'lish uchun imkoniyat yaratib beryapti. Dar haqiqat, bolalar, ayollar, xizmatkor va do'stlar sen o'lib qolguday bo'lsang, sen uchun yig'lamaydilar, balki sendan olishlari mumkin bo'lgan narsani yo'qotganlari uchun yig'laydilar xolos. Shu sababli ulardan avvalroq men uchun yig'lashlaridan oldin Allohdan olishim mumkin bo'lgan narsalarni olish imkoniyatini qo'ldan berganim sababli o'zim uchun o'zim yig'laganim yaxshiroqdir deb aytib, o'zing yig'la. Alloh kimnidir o'ziga do'stlik sharafi bilan e'zozlabdimi? Albatta, uning ko'ziga dunyoni xunuk qilib qo'yadi. Hadisda marhamat etilibdi: Biror bir qavm yo'qki, oralariga dunyo aralashib qolguday bo'lsa-yu, Alloh taolo shu sabab o'rtalariga bug'zu adovat solmagan bo'lsa. Butun dunyo boyliklari Haq subhanahu va taolo nazdida pashshaning qanoticha qiymatga ega emas. Buni tushungan kishi Allohni tanigan solih odamni dunyoni tark etganligi sababli maqtab yurmaydi. Chunki barcha zohidlar hissasiga o'sha qanotcha bo'lgan dunyoning bir ko'zga ko'rinmas qismidangina voz kechish majburiyati tushgan xolos. Shunday arzimas, qimmatsiz narsadan voz kechganni maqtash, aslida o'sha voz kechilgan narsaning, ya'ni dunyoning bahosini oshirgan, qadrini ulug'lagan bo'ladi. Haqning xizmatida bo'lgan sodiq va xos xodimlar go'yo shunday deydilarki: Biz biror bir dunyo ahlini to o'sha o'ziga yetgan pashsha qanoti bo'lagini tashlab, oyoq osti qilmagunicha Haq taolo dargohiga yo'latmaymiz. Lekin dunyoni sevuvchilarning hech biri bunga jur'at eta olmaydi. Imom Sharoniy deydilar: Bizdan bu dunyoning arzimas va vafosiz ekanligini ko'ra olishimizni va undan kechib abadiy hayot obodligi uchun intilishimiz lozimligi haqida va'damizni olishgan. Ey mening qadrdon do'stim, sevimli og'am, oladigan va chiqaradigan nafaslarimiz hammasi hisobli. Uning endi oshishi va kamayishining hech iloji yo'qdir. Bu dunyo abadiy hayotning ekinzoridir. Kim ekish vaqti yalqovlik qilsa, o'rim, xirmon vaqti qayg'uda qoladi. Alloh taolo Najm surasining 39-oyatida shunday marhamat etadi: Insonga o'zi qilganidan boshqa narsa bo'lmas. Shuningdek, rizq va nasiba haqida ham Alloh taolo Hud surasining 6-oyatida shunday marhamat qiladi:
Yer yuzidagi jonzot borki, ularning rizqi Allohning zimmasidadir. U ularning qarorgohlarini ham, saqlanib turadigan joylarini ham bilur. Hammasi ochiq oydin kitobda bordir. Allohning biz uchun kafil va vakil bo'lgan narsalarni qo'lga kiritishda ochiqcha sa'y-u harakat qilishimiz, aksincha, buyurgan narsalarni talab qilish va bajarishda yalqovlik va beparvolik qilishimiz ayni nodonlik va bema'nilikdir. Senga shu narsa aniq ma'lum bo'lsinki, nafsoniy xohish va dunyo ishlari haqida tashvish chekkan odam bamisoli bir ilon tarbiyat qiluvchidirki, oqibat uning zahridan o'zi halok bo'ladi. O'tkinchi dunyo hayotiga mukkasidan ketib, oxiratini esidan chiqargan banda go'yo o'laksaga tashlangan it kabidir. Zuhd haqiqati. Salafi solihin zuhd haqiqatini to'laligicha anglab, undagi mumkin bo'lgan darajalarni ham belgilaganlar. Naql etishadiki, Abu Yazid Bistomiydan zohidlik va bu yo'lni qanday boshlab nihoyasiga yetkazganliklari haqida so'radilar. Buyuk sofiy javob berdilar. Zuhd va zohidlikda qandaydir aniq bir daraja yo'q. Bu so'zlarning ma'nosini so'rashganlarda shunday javob berdilar. Men zohidlikda 3 kun bo'ldim va 4-kun undan chiqdim. Birinchi kun bu dunyo va undagi barcha narsadan voz kechdim. Ikkinchi kun abadiy dunyo va undagi barcha narsadan voz kechdim. Uchinchi kun esa Allohdan boshqa har qanday narsadan voz kechdim. Zohidlik bu senda mol va dunyoning yo'qligi emas. Dunyoni tark etish va dunyodan voz kechish deganda dunyo ne'matlaridan, dunyo matohlaridan foydalangan holda ko'ngilda ularga joy qoldirmaslik tushuniladi. Salafi solihin zuhd haqiqatini shunday tushunganlar. Ular aytganlarki, ey murid, odamlarga zoriqib qolmaydigan miqdorida mol va dunyodan o'zingda qoldirgin, undan voz kechish bobida haddan oshmaslik lozim. Imom Sharoniy deydilar. Bizdan zohidlik bobida dunyo matolaridan batamom qo'l tortmasligimiz xususida va'damizni olganlar. Bizning zohidligimiz haqni to'g'ri tanigan salafi solihlarimiz zuhdi kabi bo'lmog'i kerak. Biz avvalo ishq bilan limmolim ko'nglimizni yaratganga qaratmog'imiz lozim va faqat ana shundan so'nggina dunyodan nimanidir olishimiz mumkin bo'ladi. Bu shuning uchunki, mehribon Alloh taolo osmon va zamindagi barcha narsani biz uchun yaratib, bo'ysundirib, katta marhamat ayladi. Agar biz yer va ko'kdagi narsalarga muhtoj bo'lmaganimizda edi, biz uchun shuncha narsalarning bo'ysundirilib, mehribonlik ko'rsatilishi va o'z o'rnida bularni eslab minnat qilishining ma'nosi qolmasdi. Solihlar bandaning qalbida dunyoga ozgina bo'lsa-da muhabbat qolishining xavfli ekanini hech qachon e'tibordan chetda qoldirmaganlar. Shuning uchun ular muridlarni bu illatdan asrash bobida favqulodda g'ayrat ko'rsatishgan. Misol tariqasida ularning hikmatli fikrlaridan bir nechtasini keltira olamiz. Abu Hasan Ali ibn Mazin deydilar. Siz biror kishini xos solih siddiqlardan hisoblab, har qancha maqtaganingiz bilan ham bordi-yu, uning ko'nglida dunyo muhabbatining hech bo'lmaganda biror bir uchquni qolgan bo'lsa, Alloh oldida baribir bee'tibor va beqadrligicha qolaveradi. Allohga qasamki, tariqat ahlidan ko'nglida boylik lazzatiga ozgina bo'lsa-da havasi bo'lganlardan tashqari hali hech kim halok bo'lmagan. Shayx Shozali eslatadilar. Alloh bandasini to u bu dunyoni va uning ortidan yugurib yurganlarni yomon ko'rib qolmagunicha hamda ikki olam ne'matlarining bahridan to'la o'tmaguncha do'st tutmaydi. Kimda kim dunyoga muhabbat qildimi, Alloh unga karohiyat nazari bilan qaraydi. Shuning uchun murid bo'lgan kishiga lozimki, dunyo sevgisini qo'lidan uloqtirib tashlagani kabi ko'nglidan ham uloqtirib tashlasin. Solihlardan Abu Rabi Vosti deydilar. Davuddan menga nasihat qilishini so'radim. U aytdi: "Bu dunyodan roza tutgil,
ajaling sening iftorliging bo'lsin. Yahyo ibn Maoz dedilar: O'zingda yo'q narsaga erishish istagidan yiroq bo'l, hamda o'zingda bor narsaning bahridan o't. Dunyoga muhabbatning ruxsat bo'lgan miqdori. Dar haqiqat, Alloh nafsning tabiatini ayol, farzand, boylik va jamiyatdagi johu jalolni yaxshi ko'rguvchi qilib yaratdi. Murid qalbida dunyoga bo'lgan munosabat va intilishlarda me'yordan oshib ketmasligi uchun shariat va tariqat ulug'lari yuqorida zikr qilingan har bir holatni o'rganib chiqib, o'shanga muvofiq shar'iy ko'rsatmalar berib o'tganlar. Imom Sharoniy deydilar: Ey birodarlar, shuni bilmoq lozimki, oramizdagi fitna va notinchliklarning asosi 4 tadir. Ayollar, jamiyatda baland mavqega intilish, boylik va farzand. Ayollarni sevish masalasiga kelsak, Alloh qalbingga ularni sevishni jo etdi, chunki ular sening bir qisming, sendan olib yaratilgandir. Shuning uchun ularni sevishing aslida o'zingni sevganing kabidir. Bu fikrni quyidagi hadis ham quvvatlaydi. O'zingdan boshla. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Chunki ayollar borki, zurriyotlar ko'payadi, hayot davom etadi. Bizu sizni tashvish-u iztiroblar qurshab oladi. Alloh mulkining zohir va hukmlarining joriy bo'lishining sababi shu emasmi? Shuning uchun kimki ayolni xuddi shu aytilgan sabablar tufayli sevgan bo'lsa, uni o'z nafsi uchun emas, balki Alloh uchun sevibdi. O'z navbatida bu xildagi muhabbat banda uchun Allohning bir rahmatidir. Chunki shu tarzdagi ayol sevgisi erni Allohga yo'naltiradi. Boshqacha qilib aytganda, erning ayolga bo'lgan muhabbati yaratganning muhabbatiga aylanib ketadi. Bu holda ayolni faqat u Alloh lutfining yerdagi kamoli ifodasi bo'lgani uchun sevadi, boshqa narsa uchun emas. Hazrat payg'ambarimizning quyidagi hadisi shariflarda ham bu ma'noga ishorat bor. Menga sizlarning dunyolaringdan faqat ayollar muhabbati singdirildi. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Termiziy rivoyati. Nasoiy Ishratun Nisa. Bu xildagi ayolga bo'lgan muhabbatni muhabbati mutlaqa deb atagan ekanlar. Bundan tashqari bizda yana bir xil muhabbat bo'lib, uni muhabbati muqayyada deyilibdi. Bu ham maqtovli bo'lib, buning namunasi Hazrati payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'z juft halollari Hazrati Oysha roziyallohu anha onamizga yoki sahobiy Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga bo'lgan o'zaro xos muhabbatlaridir. Odamlar ichida bu xildagi o'zaro xos muhabbatning kelib chiqishi yo ularning ruhiy yaqinliklari va yo fe'l-u atvorlarning tabiiy o'xshashligidan bo'ladi. Shuning uchun ham bunday sevgi goho ikki dunyoda o'z ta'sirini saqlab, o'zgarmasligi va zavol topmasligi mumkin. Solih u siddiq insonlarning qalbini hammadan so'ng tark etadigan yomon illatlardan biri bu mansab, obro' e'tibor, johu jalol, izzat u shuhratga bo'lgan tashnalik va taalluqdir. Inson bolasining nafsi tabiatan bu narsaga juda o'ch bo'ladi. Haqiqatda Alloh bir bandasiga mehribonlik ko'rsatishni iroda etgan bo'lsa, uning nafsini bu kabi illatlardan bardavom tozalab boradi. Shu tariqa nafs qoralangan sifatlardan forig' bo'lgach, uning egasi endi shu choqqacha unga noma'lum va tushunarsiz bo'lgan qandaydir ilohiy sifatlarni egallashga da'vogarligini his eta boshlaydi. Bu tuyg'u hukmronlikka intilish tuyg'usi bo'lib, endi u odamlarga nisbatan kibru havo uchun emas, balki yaratgan Robbining sifati bo'lgani uchun unda namoyon bo'la boshlaydi. Allohni tanish baxtiga muyassar bo'lganlar boylikka bo'lgan muhabbatni Alloh yo'lidagi muhabbatga aylantira oladilar. Chunki goho boylikka bo'lgan muhabbat yuksak mavqega bo'lgan muhabbat kabi insonning tabiatiga aylanib qolgan bo'lsa, uning bahridan o'tishning iloji bo'lmay qoladi. Allohni taniganlar quyidagi hadisning ma'nosiga e'tibor qaratadilar.
Darhaqiqat chin dildan qilingan sadaqa Allohning huzuriga so'rovchining qo'liga tushmasidan oldin yetadi. Ya'ni chin ko'ngildan qilgan sadaqasi uchun banda Allohning mehribonligiga, lutfiga sazovor bo'la oladi. Bunday bandalar dunyo boyliklarini sadaqa qilish maqsadida yaxshi ko'radilar. Bolalarni sevish mavzusiga kelsak, bu Allohning bandalarga nisbatan eng katta sinovlaridan biridir. Ota-onaning bolasiga mehribonligi, rahmu shafqat tuyg'usi, mabodo farzand musulmonchilik talablarini bajarmaydigan bo'lsa, ular ustidan belgilangan shariat jazolarini bajarishda to'siq bo'lmasligi lozim. Buning katta sinovligi yana shunda ifodalanadiki, bir tomondan farzand ota-onaga hech qachon begona bo'lishi mumkin bo'lmagan bir payvand sifatida bo'lsa, ikkinchidan Alloh uni ota-onasidan alohida mustaqil yaratiq sifatida yaratib qo'yganidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday deganlar: Alloh nomiga qasamki, agar Muhammadning Fotimasi ham o'g'irlik qiladigan bo'lsa, qo'lini kesgan bo'lardim. Oysha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan Abu Dovud, Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Yuqorida aytilganlardan ravshan bo'lmoqdaki, kim mazkur 4 xil sinovni xuddi biz tushuntirgan tarzda e'tiborga olib qabul qilsa, bunday odamning dunyo boyliklaridan keraklicha foydalanmog'ining hech bir ziyoni yo'qdir. Ey musulmon birodar, Allohning solih do'stlari ham menga o'xshab dunyoga muhabbatlari tufayli uning boyliklaridan foydalanadilar deb o'ylashidan yiroq bo'l. Xayolingga keltirma. Haqiqatda bunday gumonlarga borish Allohning avliyolarga nisbatan behurmatlikdir. Qadr qimmat mezoni. Ey Allohga va qiyomat kuniga ishonganlar, yuqorida aytilganlardan xulosa chiqarib, o'z holatlaringizni quyidagi so'zlar asosida qiyoslab ko'rishingiz mumkin. Alloh taolo A'la surasi 17-oyatda shunday marhamat qiladi: Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat etadilar: Sadaqa bilan mol kamaymaydi. Abu Kabsha roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan, Termiziy, Ahmad. O'ziga nisbatan qilingan zulmni kechirgan inson albatta shu sababli ulug'lik topadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan, Muslim rivoyati. Sadaqa 700 va undan ham ko'proq marotabaga ko'payadi. Riyozus solihinda xuddi shu ma'nodagi hadisi sharif bor. U yerda sadaqa uchun 700 mislicha qarshilik beriladi deb yozilgan. Molini Alloh yo'lida sarflaganning savobi 700 misligacha ortadi. Bayhaqi rivoyati. Bir bandaning rizqidan barcha inson va jin birlashib aqalli zarracha miqdorda kamaytirishga uringanlarida ham Allohning iznisiz bunga erisha olmaydilar. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan, Termiziy rivoyati. Bilki, dunyo sendan yuz o'girganda nafsingni bundan rozi holda topsang va dunyodagi senga tegishli nasibani tortib olib, seni undan mahrum etgan husumatchini shunday qilgani uchun seva olsang, haqiqiy iymon sohibi ekansan. Hozir men senga shunday bir mezon o'lchovni o'rgatamanki, uning yordamida o'zing bemalol dunyo uchun qilingan amal qanday bo'ladi va oxirat uchun qilingan amal qanday bo'ladi yaxshi farqlay oladigan bo'lasan. Shuni bilginki, odamlar o'rtasida kelishmovchilik, husumat va bahsu munozara keltirib chiqaradigan har qanday holat bu dunyo uchun bo'lgan amallarning natijasi bo'lib, Alloh undan qaytargandir. Haqiqatni olib qaraganda, oxirat uchun qilingan amallarda dunyoga o'rin yo'q. Da'vo-yu janjal ham chiqmaydi. Bunday ishlarga kunduzlari ro'zador bo'lib, tunlari ibodat qilish, tez-tez sadaqalar ulashish, quduq va ariqlar qazib odamlarni serob qilishga o'xshagan amallar kiradi. Odatda oxirat uchun bo'lgan xayrli ishlarda hech kim bir-biri bilan musobaqalashmaydi, talashmaydi, husumatlashmaydi.
Bu amallar uning natijasida biror bir dunyoviy manfaat, mukofot yo obro' ko'zlanadigan mudarrislik, shayxlik, ruhoniylik yo boshqa lavozim va mansabdorlik amallariga aslo o'xshamaydi. Ya'ni dunyo uchun bo'lgan amallarda odamlarning bir-birlari bilan raqobatlashishlari, talashib tortishlari albatta beiloj bir holatdir. Bir gal kimdir rohibning ibodatxona xizmatchisiga shunday deyayotganini eshitib qolibdi. Sen qanchalar iymoni zaif va savobga beparvo odamsan. Sen bu ishlaring bilan xuddi musulmonga o'xshab, go'yo bir dunyoviy manfaat ko'zlayotganga o'xshaysan. Jumladan shu narsa ham ma'lumki, Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytilgan xizmatni bajarib bo'lganlardan so'ng ham kelishilgan haqni talab qilishdan uyalganlar. Bir gal Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallam kim bilandir sherikchilikda Hazrat Xadicha onamiz roziyallohu anhoning qo'ylarini boqib keldilar. U odam Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan: "Ey Muhammad sollallohu alayhi va sallam, Hadichadan kelishilgan haqqimizni so'rang" deb iltimos qilib qoldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Men so'rashdan uyalaman" deb javob berdilar. Dar haqiqat, olim kishilar uchun lozimki, dunyo boyliklarining asirligidan, mansabu hukumat talashish dardidan, obro'-e'tibor, shuhrat va ulug'lik da'vosidan tamomila qo'l tortsinlar. Faqat ana shundagina ular haqiqiy oxirat olimlari, payg'ambarlar merosxo'ri, siyohlari tarozuda Alloh yo'lidagi shahidlar qonidan-da qiymatliroq qalam sohiblariga aylanadilar. Mana bu olimning uyqusi ham ibodatdir muborak so'zida aytilgan ma'no shundagina ularga tegishli bo'lib qoladi. Shundagina ular abadiy hayotning naqadar go'zalligi yu porloqligini va foniy dunyoning manfurligi yu qabihligini his etadilar. Shundagina oxirat hayotini abadiyat manzili sifatida qadrlaydilar va bu dunyo hayotini arzimas, o'tkinchi narsa sifatida nazarga ilmaydilar. Aqlli kishilar qadrsiz, o'tkinchi narsalardan kechib, abadiy va qimmatli narsaga e'tibor qaratishlari shubhasizdir. O'tkinchi dunyo va abadiy hayot biri ikkinchisi bilan hech kelisholmaydigan kundosh xotinga o'xshaydilar. Birini rozi qilaman desang, ikkinchisining g'azabi qaynaydi. Agar insonga bu dunyo qadrli bo'lsa, nazarida u dunyo manfur ko'rinadi. Aksincha, agar bu dunyoni yomon ko'rib qolsa, ko'ziga oxirat hayoti yaxshi ko'rinadi. Bu ikki narsa xuddi bir-biriga qarama-qarshi qutblarga o'xshaydi. Birlashtirishning iloji yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning zuhdlari. Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallam dunyoning avvalidan oxirigacha yashab o'tgan va yashab o'tishlari kelajakda taqdir qilingan barcha zohid zotlarning hammalaridan ko'ra zohidroqlari edilar. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga Tihoma tog'i kattaligicha oltin, kumush, zumrad u kishi bilan doimo hamroh yurishi sharti bilan taklif etilganda ham qabul qilmadilar. Aytdilarki: "Yo'q, ey Allohim, men bir kun och, bir kun to'q yurishni istayman." Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Bayhaqiy rivoyati. Shuningdek, Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Menga Uhud tog'i kattaligicha oltin berilganda ham meni bu narsa quvontira olmaydi. Mabodo 3 kun o'tib bu boylikdan bir dirhamcha qolguday bo'lsa, u ham bo'ynimdagi qarzimni o'tash uchun qolgan bo'lardi xolos." Zayd ibn Vahddan rivoyat qilingan Buxoriy rivoyati. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlarida dunyo boyligidan nimadir saqlashni xush ko'rmasdilar. Hatto Uhud tog'ichalik oltinlari bo'lgan taqdirda ham barchasini musulmonlarga tarqatib bergan bo'lardilar. O'zlarida esa qarzlarni to'lashgagina kifoya qiladigan miqdorni saqlagan bo'lardilar xolos. Shuningdek, Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam musulmonlar e'tiborini ishq haqiqatiga qaratar ekanlar,
Hech bir bandaning ko'ngli to Alloh Rasuli sallallohu alayhi va sallamning muhabbati bilan limmolim bo'lmaguncha va bu sevgini boshqa hamma narsaga bo'lgan muhabbatdan ustun qo'ymagunicha iymonda kamolga yetisha olmasligini uqtirardilar. Sizdan birortangiz men unga ota-onasidan, bolasidan va odamlarning hammasidan mahbubroq bo'lmagunimcha mu'min bo'la olmaydi. Anas ibn Malikdan 2 shayx va Nasoiy rivoyat qilgan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam musulmonlarga dunyoning muhabbati inson qadrini yerga urishini, xo'rlab ochko'z qilib qo'yishini atroflicha tushuntirib o'tganlar. Haqiqatda inson bolasining ko'zi dunyo boyligiga hech qachon to'ymaydi. Jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: Odam bolasi 2 vodiy to'la mol dunyosi bo'la turib, mol dunyo to'la 3-vodiyni orzu qiladi. 3-sini qo'lga kiritgandan so'ng 4-sini tilay boshlaydi. Odam bolasining ko'zini tuproqdan o'zga narsa to'ldira olmaydi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Buxoriy, Muslim rivoyati. Shuningdek, Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam mo'min kishi o'zining iffatu hurmatini saqlashini, dunyoga to'qlik, behojatlik va beparvolik nazari bilan qarashini yaxshi ko'rar edilar. Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam yana aytadilarki: Chindan ham sadaqa odamlarning kiri va gunohlarining yuvindisidir. Abdul Muttalib ibn Robiyadan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Hazrat payg'ambarimizning bu muborak so'zlarida mo'min kishi qanchalar oliyjanob, aziz, sharmu hayoli, o'zgalar qo'liga qaramaydigan bo'lishi lozimligi haqida oydin ishoralar bor. Shuningdek, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yana ta'lim berar edilarki, agar mo'min kishining nazari, ko'zi to'q bo'lsa, Allohning muhabbatiga, odamlarning muhabbatiga bemalol osonlikcha erisha oladi. Chunki odamlar o'z qo'llaridagi mol va dunyodan umidvor bo'lgan kimsani hech qachon yoqtirmaydilar. Chunonchi marhamat etdilar: Dunyodan zuhd qil, Alloh sevadi. Odamlar qo'lidagi narsadan umidvor bo'lma, odamlar sevishadi. Abul Abbos ibn Saidiydan rivoyat qilingan Ibn Moja rivoyati. Shuning uchun ilohiyot olimlari shunday deydilar: Ey birodar, agar sen qandaydir rahbar yo tashkilotlar oldida odamlarning hojatlarini chiqarib yurishni o'zingga iroda qilmoqchi bo'lsang, avvalo zohidlikni, ko'zingni to'q qilishni o'rgan. Zinhor nomingni maoshxo'rlar, hadya-yu mukofot oladiganlar qatoriga qo'shib yurma. Shundagina ular oldida qadring oshadi, haybat-u salobating ziyoda bo'ladi. Bu ko'rsatmaga amal qilsang, ishingning oxiri baxayr bo'lishini biz mukofotlaymiz. Alloh o'zining kalomida zuhdning qoidasini quyidagicha aniqlab berdi. Alloh biron kishining ichida 2 qalb qilgan emasdir. Ahzob surasi 4-oyat. Mazkur oyatda bir insonning qalbida hech qachon 2 xildagi muhabbat, ya'ni ham dunyoga va ham Allohga bo'lgan muhabbat, roziligiga bo'lgan talabni birlashtirib bo'lmasligi ta'kidlab o'tilmoqda. Zuhd mevasi. Dunyo mol-mulkiga e'tibor qilmagan zohidning qalbini Allohning o'zi boy qilib qo'yadi. Unga garchi xohlamasa-da dunyo boyligidan berib qo'yadi. Shu ma'noda ulug' zohidlardan birining Allohga qilgan go'zal munojotini tinglang. Ey Allohim, seni yo'qotgan nimani topdi? Seni topgan esa nimasini yo'qotdi? Sendan o'zga joyda orom va halovat izlagan uni topmadi. Seni qo'yib boshqa tomonga yugurgan ziyon va zahmatda qoldi. Bir odam Ibrohim Adhamdan ko'ylaklarni o'zlari tikayotganlarini ko'rib so'radi: Ey Ibrohim, Alloh sizga Balx podshohligi o'rniga nima berdi? Ibrohim Adham javob berdilar: Allohning menga bergan narsalarni anglab yetish uchun sening aqling ojizlik qiladi.
Lekin shunga qaramasdan, Allohning menga ato etganlaridan sening fahming oladigan bir narsani ko'rsataman. O'zing tushunib olasan. Ibrohim qo'llaridagi ignani dengizga tashlab, so'ng uni qaytarib berishini so'rab Allohga duo qildilar. Shu onning o'zida og'izlarida oltin ignalar tutgan sanoqsiz baliqlar birin-ketin daryodan boshlarini chiqara boshladilar. Ibrohim ham: "Yo Xudoyim, o'zimning ignamni qaytarib berishingni xohlayman" dedilar-da, yonlaridagi odamga qarata: "Bu Allohning menga bergan va sening fahming olishi mumkin bo'lgan ne'matlaridan birginasi edi xolos" deb javob berdilar.